Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Sunnatullo Abduhakimov. Handme kompaniyasining asoschisi va hozirgi vaqtda Orlando shahrida yashab kelib, Loadmo Trunk kompaniyasini yurg'izib boraman. 2025-yilda kichik kompaniyalarni yuritish detallarini e'tiborsiz qoldirishga haqqingiz yo'q degani foyda katta g'alabalarda emas. U siz qiladigan kundalik mayda qarorlarda yashiringan bo'ladi. Hozirgi trend shundanki, omon qo'llayotgan kompaniyalar eng qimmat yuklarni quvayotganlar emas, balki xarajatlarni boshqarishni mukammal qilganlar. Keling buni bo'lib chiqamiz. Yonilg'i sizning birinchi xarajatingiz. To'xtash joylarini oldindan rejalashtiring yoki 24 ga 7 fuel komandasiga asos soling. Eng yaqin nasosda karta surish bilan cheklanmay, galonni 30 sent farq qilsa ham 5 ta yuk mashinasida bu yiliga minglab dollar degani texnik xizmat oldindan rejalashtirilsa kutilmagan xarajat emas. Profilaktika qilinsa buzilishlar kam bo'ladi, chunki yo'lda nosozlik ustaxonadagi ancha qimmatga tushadi. Haydovchi odatlari ham muhim. Yoqilg'i tejaydigan haydashni o'rgating. Keraksiz ishlatmaslik, yumshoq tezlanish, 1 gallon ortiqcha masofa kompaniya uchun tekin pul demakdir. Hammasini kelishib oling. Sug'urta yangilanishi, faktor to'lovlari, hatto yuk platformasi obunalari. Har bir foiz tejash sizning marjangizni oshiradi. Haqiqat shuki, ko'p kichik kompaniyalar past tariflardan emas, balki o'zlari nazorat qilishi mumkin bo'lgan xarajatlarni eplolmagani uchun yopiladi. Agar siz mening Profit Protect kalkulyatorni olib, haqiqiy mayl boshiga xarajatlaringizni bilishni istasangiz, izohda foyda deb yozing va men sizga maxsus qo'llanmani jo'nataman. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat do'stim. Tanishlarga ulashib qo'ying. Keyingi maslahatlarda ko'rishguncha sizlar bilan Sunnatullo Abduhakimov.